so'rayapman. Nima uchun masalan sizni zo'r kadr deb ko'rsata olaman? Agarda siz aynan ishlayotgan joyingiz uchun qanaqadir qiymat bera olmasangiz, qo'polroq aytsak, keraksiz insonsiz. Hozir O'zbekistonda ish topish qiyin deb o'ylaysizmi? Ish topish qiyin desak ham bo'ladi, oson desak ham bo'ladi. Amerikaga borish shart emas yoki Koreyaga borish shart emas. Shu yerning o'zida o'sha yerda topayotganidan balki undan ham ko'proq oylik yoki undan ham ko'proq mablag' topish imkoniyati ham bor. 7-sinfdan boshlab Hasan ingliz tili o'qituvchisi bo'lasan, ingliz tili, ona tili, tarix o'qisang bo'ldi yoki mana 3 ta fanda o'qisang bo'ldi. Fanda o'zi yetmayapti va cheklanib qolish yetmayapti. Masalan, hozirgi holatda juda ko'pchilik, men o'zim o'qish davrimda ham eslayman, juda ko'pchilik o'qishga kiradi va o'qish u uchun ish topib beradi degan xulosaga keladi. Men xususan o'zimda ham shunaqa bo'lgan. O'qishga kirdim, bo'ldi, men juda katta ishdan amalga oshirdim. Va endi menga o'qish o'zi diplom olsam bo'ldi, menga hamma yoq eshiklar ochiq degan xulosa bo'ladi. Kirgandan keyin qayerda ishlayman emas, balki men shu yerda ishlamoqchiman va shu yerda ishlash uchun menga qanaqa ko'nikmalar kerak bo'ladi aslida. Har bir inson dasturchi. Lekin men yillab kod yozishni o'rganmaganman. Dasturchi bo'lish uchun kod yozish shart emas.